تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haqiqat sadasi programmamizning 4-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli qarindoshlar, biz bu programmamizda ma'lum bo'lgandek, ilgirki programmalarimizda shu diniy sohada yetishib chiqqan o'lim olimlarimizni taklif qilib, shu o'zininki shu millatimiz duch kelayotgan kun tartibidagi masalalarni diniy jihatdan qanday qaralishi kerak shu masalalarda va xalqimizdan shu qarindoshlarimizdan kelgan har xil savollarga bu programmamizda javob berib, shu masalalardagi haqiqatning islomninki fikri, ko'z qarashi bunga nima degandek mavzularda to'xtalib kelyapmiz. İnşallah bugün stüdyomuzda qimmatli mehmonimiz, hurmatli Abdullajon Damollarni taklif qildik. O'zining qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. O'zi Sharq Turkiston Ulamolar birligininki a'zosi, vatanning nurg'un ilmiy sohada tunilgan olimlarimizdan birisi. İnşallah bugungi to'xtaladigan mavzuimiz, qadrli qarindoshlar, shu muhojiratga yashayotgan, albatta hammamizga ma'lumki, bevositaligiga qarab savol shaklida kiradi. Shu oxirgi yillarda shu hijratning nihoyatda kuchayib kundan-kunga yillar bo'ldi, hozir davom qilayotgani. Nurg'un qarindoshlarimiz har xil yo'llardan chiqqan bo'ldi chetlarga. Endi bu Xitoyninki vatanimizda elib berayotgan bu qadar vahshiy siyosatlari, bostirishlari, kichik bola demay, ayol kishi, qari, yoshlar hammasini akirib kunda anglayotimiz bu vahshiyliklarni, inson qalbidan chiqqan bu zulmlarni elib beryapti Xitoyda. Bu vatanning ichidagi bularga elib borgan zulm yetmagandek, sirtqi dunyoda, erkin dunyoda yashayotgan xalqimizga o'zining hech bir siyosatga aralashmay, hech qanday bir bayroq ko'tarib yurmagan insonlarga normal shu dunyolik bir tijoratni qilib yurgan, O'rta Osiyodagi bo'lsin, Turkiyadagi bo'lsin, hatto o'quvchi hamda tijoratni qilmay o'zining normal bir jannat aram beqiyotgan shu o'quvchilarga qo'l soldi Misrda. Endi bu hozir yaqinda tunugun anglagan, egallagan xabarlarimizda Qirg'izistondagi o burunma necha yildan burun Qirg'izistonning nurg'un tijoratchilarni zo'rlab undan qilib akirib ketgan hamda qolgan shu az bir tijoratchilarga hozir davlat xatarlik idorasidan buyruq tushib 10 kundan ichida hamma narsani yig'ishtirib kirmasang bo'lmaydi deb shu besimni ishlatganligini shu yerdagi tijoratchilardan anglagan bo'ldik, egallagan bo'ldik. Ammo shundan hozir tengqurab xalqimiz bu yerda bu qanday qilish kerak? Bir taraf qarasak ota-onamiz yoki urug' tuqqanlarimiz, bir taraf qarasak o'zimizning ahvolini qilsak, o'zimiz ularning qo'liga tutilib ketsak-mi, ota-onamizni qo'yib beramiki, shular bo'lsin bir sirtda bir zulm ko'rmay turamiki degandek, shunga ikkilanib qilib zali qanday qilmaymiz? Buning bir shar'iy jihatdan buning bir hukmini bir bergan bo'lsanglar biz tengqurab qoldik deb bu savollarni ko'p kelgan bo'ldi. Shuning uchun bu programmamizni o'rlashtirib o'tiramiz. Shundoq ahvolga duch kelgan mayli Qirg'izistondagi bo'lsin va mayli boshqa yerdagilar bo'lsin, shundoq Xitoyninki bu besimga uchirganlar albatta niyatlari yaxshi qilib o'zini qurbon qilish badaliga desam ota-onam qutulsa ekan deb o'ylaydi, ammo u yer borsa qo'yib beraman, qo'yib bermam deb bu ikkinchi bir masala. Shuning bir shar'iy jihatdan, diniy jihatdan bir ko'z qarashlarni bergan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Endi siz so'rgan bu savol ajoyib bir muhim bir savol ekan. Demişki muhim degan vaqtida tarixdan buyon zalim zo'ravonlar, tajovuzchi kuchlar har zaman o'zining ilkidan chiqib ketgan, ya'ni o'zininki kontrollik doirasidan chiqib ketgan kishilarni har xil yo'l bilan, ya'ni ularni qaytirib, akilib, ularni yo'qotishning kuyida bo'lgan. Endi biz bugun Misrda nurg'unlagan qarindoshlarimiz
aldın tedbir qo'llanıp, yani Türkiye'deki nurgun ehli ilim ve başka sahadakilerinin ortak hemkarlığı ve tirişçanlığı neticesinde köp okuguçular Türkiye tufraqlarına qaytib kelip bu yerda o'qishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, yana bir qismlar ulgurolmay kufrning yani aldam xaltasiga tushib ketdi yoki yem bo'ldi hozir. Ana bugun bu zalim zo'ravon tajovuzchi kuchlar hozir mushu chet elda turayotgan Uyg'urlarga, mayli Qirg'izistonda bo'lsin, mayli Qozog'istonda bo'lsin, mayli Yevropa yoki Turkiyaning ishida bo'lsin, aytavur har xil yo'li bilan ularni shu davlatning o'zida ham sistish, ham shularni shu davlatdan bir usuli bilan qaytirib akirib, unumli holatda ularni uzil kesil yo'q qilish chora tadbirlari ustida o'ylanayotgan bo'lishi mumkin. Şunun qatoridan sizlar o'tirib qo'ygan savolning birisi bu. Ya'ni Qirg'iziston tufriqida 10 kun ichida sen ya qaytib kelasan, bo'lmasa urug' tuqqanlaring umumyuzlik yo'qotishga, turma kamerlarga sulinadi deganga o'xshagan tahdidlar. Ana buning shariatda, islomda zodi qandaq hukmi bor, ya'ni islom dini mushundaq musulmonlar mushkil tahdidlarga, mushkil ahvolotlarga duchor bo'lgan vaqtida qaytib ketish kerakmi yoki bo'lmasa boshqacha bir usul qo'llanish kerakmi? Bu bir muhim masala. So'ralayotgan savol ham bu. Shariat buningga mutlaqo beradigan javobi bugun musulmonlar o'zining dinini, e'tiqodini, islomiy kimligini qo'g'dash uchun ve shundaqla erkin azodi holatda bir musulmonlik salohiyati bilan yashash uchun aytavur dal shu zolim zo'ravon tajovuzchi kuchlarning changalidan qutulib chiqib, erkin azodi muhitida mayli tijorat qilgan bo'lsin, mayli o'qigan bo'lsin, aytavur ma'lum jihatlarda kengara azoda yashashga muvaffaq bo'ldi. Namozini joyida o'qiy oladigan, urusini joyida tuta oladigan, diniy ma'lumot olay desa, ola oladigan imkoniyatli bor bo'lgan mushundaq bir sharoitning o'zidan Xitoylarning anangni solaytdiq, dadangni solaytdiq, boshqa tuqqanlaringni solab yo'qotdik deganga o'xshagan bu tahdidlarga aldirabdan aplam qo'qab ketib qolib, aldinib qaytib ketishning o'zini shariat mutlaq xato deydi. Nima uchun xato? Chunki shar'iy prinsipda bir musulmonga nisbatan ko'z oldida uning halokati ko'rinib turgan, xavfi ko'rinib turgan, musulmonlarga nisbatan uning u qadar zarari, ziyni ko'rinib turgan, mushundaq bir reallik ostida, ya'ni shunchalar ro'shan pokitlik ziyni aniq turgan bir ahvolda, ya'ni men endi Bamsam bulmaydı, qilmasam bulmaydı deb bununla aldirabdan deb qiziqqanlik bilan tavakkulchilik qilishning o'zini o'zi halokatga tashlaganlikdan iborat deb qaraydigan bir prinsip bor. Mana qarovatimiz Xitoy tajovuzchilari madaniyat zo'r inqiloblarida Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston rayonlariga hijrat qilib chiqqan Uyg'ur musulmonlarininki vatan ichida qolgan urug' tuqqanlarini, farzandlarini chet elga bog'langan unsur deganga o'xshagan qalpoqlar bilan ularni turma kamerlarga solab, ularni yo'qotgan bo'lsa, chet elga chiqqanlarni har xil usul bilan sezishning, yo'qotishning kuyda ham bo'lib keldi. Endi bugunchu, bugun ham hili ham shuning kuyda bo'layotdi demdi. Misr onun tipik misali. Bugün Saudi hem misali ulaş aldı dem turavutudu. Dünyanın qayerga baraylı biz xalqarada Uyghur davasıga, Uyghur musulmonlarining bugünkü mustaqillik, hürlük davasıga mayli aralashayli, mayli aralashmayli, ama şu dinsiz kuch bizning Uyghur bo'lganligimizning o'zinila yana chet elda Uyghur olab yashayotganmiz, o halda bizni siyosetning sirtida qo'ymaydi. Biz Uyghur musulmon bo'lutganmiz, dünyanın qayerda bo'layli ki biz bir siyosiy fuqaro. Xitoyga nisbatan eng tahlikali bir inson. Mayli jamoat yashayli, mayli jamoatsiz holat yashayli, biz eng tahlikali bir inson. Buning uchun Xitoy har xil usullar bilan bizni qaytirishning kuyda. Biz hozir erkin azodi turayotgan bo'lsak, uning qo'liga tushgandan keyin u ota-onamizning o yo'qotishi, bizni ham yo'qotishi aniq endi. Nimishqa bizning nurg'un bizning gunoh tepishi, bizning necha 10 yillik, 5-6 ay yillik hayotimizni qaytadan xulosalab, nada tug'an, nimish qilgan, kimlar bilan aralashgan deganga o'xshagan, qanda pul topgan deganga o'xshagan nurg'un so'roqlarni qilish orqali bizdan har zaman bir gunohlarni topudida yo'qotdi. Menga zo'r inqilobi bu narsa bo'ldi. Yaqinqi zaman tarixlarida bu narsa bo'ldi. Endi buni payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotiga bir qarab boqaylik tarixga.
Peygamber aleyhissalatu vesselam nabuvvetinin 5. yılı sahabi kiramla en ağır zulümge duçarı oldu. Kıynılışga duçarı oldu. Müslüman boğallıklar üçün Kureyş müşrikleri tarafından şunçula zoravallık astada qağa vaqtada Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabi kiramlarını Habistan tuprağıga yani zulüm kılınmaydıgan uyagi bası bir ma'lum jihatilde erkinlik erişetgan bir muhitning bağlılığı işaret qilib turib Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabi kiramlarını Habistan'a çıkışqa öndedi. Buyruq qildi. Tunji qatımlıq hicretde o 7 nafar adam Habistan tuprağıga hicret qildi. En keyinki tarix qaraydigan bolsak, Hamza raziyallahu anhu'nun Müslüman boluşu, aradan 3 gün ötepla Ömer raziyallahu anhu'nun Müslüman boluşu, anından kin Hamza ve Ömer'nin ikisi bolap koçuğa çıkıp la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen şuarını to'lab menişi, bu haberle şu Habistan'da yaşayatkan sahabi kiramlığa yetip bağandan kin endi Medine'de Kureyş müşrikleri hiç kaçan Müslümanlığı çakalanmaydıken Müslümanlığı erkin azadı bir muhitga erişipti o degen go'xshagan bu haber tarqıtılgandan kin sahabi kiramlı aldıraptan bir kısım sahabiler Mekke'ye qaytib geldi. Ular qaytib kelgandiki nima ish oldu? Reallik qarash kerak. Qaytib kelgandiki nima ish oldu? En ağır zulümlerini beşini ötkazdi. Nurgun okşamagan halaketli oldu. Bazılarının ikinci bir katım hicret kılışka hem mecburluş oldu. Yani bugün Uygurluğunun meselesi şu devrige okşamdı degen çağda tutun okşamaydı. Çünkü bugün bizni qaytib kel degen kapırının özü bizni Peygamber aleyhissalatu vesselam devridikidek fakat dini noktadan özümüz dini kimlikimizin ma'lum noktadan vaz keçip bersekla boldu deydi. Ama ma müşriklik degan vaqtada o biz dini noktadan vaz keçmeyli ama bizning Uygur boğallıkımızın özü chet elde bir qancha yil yaşaganligimizning özülü kifoyasi. Çünkü qaravatimiz necha 10 yil o'ziga xizmat qilgan, g'alchilik qilgan, onun birdan-bir kani labaralari bo'lgan, hatta onun bir yantayoqchilari bo'lgan shunchalar insonlarning hammasini qarqoyoq turmukamillarga so'lib etdi bugün. Demek Şarkı Türkistan'da Müslüman bulaştın halk çıkıp Uygur bulaşının özü bir cinayet olup şekillenip atıdı. Bundak ahval aslında endi kopap bizden hiç kandak bir cinayetimiz yok o. Biz ne Afganistan'a bağmadık, ne Suriye'ye bağmadık, ne Türkiye'ye bağmadık, ne bir milli davaga katnaşmadık. Bizden hiç kandak kuzukumuzdan ağırışı yok. Biz kayıtıp giymesek uruk tukallarımız zulümga yok düşkü düş gelken. Onun için biz uruk tukallarımızı kayıtıp giysek kutkuzamız mı? O yol emez o. Kutkuzuşun birden bir yolu var bugün. Meyli itiraf kılaylı kılmaylı Uygur Müslümanlarının bugünkü hayatı takdiri bugün bir qancha yıl burun kişiler tasavvur kılgandın halk öttü hazır. Fakat bizim bunun dinkinki takdirimiz bütün yer şerideki barlık Uygur Müslümanları uyuş gerek. Ciddi birleş gerek. Ve şundakla bugün zalim zoravan tacavuzcu Xitay güçlerinin özüne ya onun hakimiyeti yıkıtış gerek ya ki halkaralık yani birlik sebep kurup turup onu yıkıtkan bir haletke öteş gerek. Fakat muş yoluyla Allah'ım bu meseleli oldu. Biz üyege kirip hem de Xitay'nın insabıga talep hem de Xitay bizge bir rahim şefkat kıp kalamı biz kiygendin kin biz tövbe istiğfar tilesek tövbe namılarını yazsak bizden hatalarımızdan kutkuzup kalamız mı degen go'xshagan bu xil ümidvarlık bu şeytan tuyg'udan başka narsa emas. Şoňa barlyk bugün Xitay tarapydan mecburlanýatkan mäkel anaňny dadaňny turmuş kömürge solawatymiz eger sen kiymeseň bularny ýuktymyz ýa-ki bular turmuş etip galady degen go'xşaş bu xil tähditlik aldynyp meniň kirişim bilen ata-anam duçar bolgan zulüm ýengillämiki degen maham hyýalny bugün çet elde ýaşawatkan Uygur musulmanlary asla kılmaslyk gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın bir mübarek hadisi var. Enes ibn Malik radıyallahu anhu'da rivayet kılınan hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundak deydi. Bu imanın lezzetini tetiydigan, yani 3 xil hisletinin bağlılığını Peygamber aleyhissalam şerelep, şu 3 xil hisletini özüge özleştirgen adam imanın temini, imanın lezzetini tetiyalaydı dep şerelep, şu hisletinin üçüncüsini ve men yekrah en ya'ude fil kufri ba'da iz enqazahullahu minhu kema yekrah en yuqzafa finnar. Bir adam Allah subhanahu ve taala onu küfürden kutkuzgandan kin, şirikten kutkuzgandan kin, bu insanın özü ikinci bir qatim şu küfürge qaytıp ketişinin özünü xuddi kuyuvatkan otqa taşlanışını yaqtılmaydigan bolgandek, yaqtılmaydigan bulaşının özünün
imanning lazzatini tatiydigan bir sifat, bir xislat ekanligini payg'ambar alayhisalom bayon qilib o'tgan. Demak, biz bugun iyaga kirgandan keyin na dinimizga, na e'tiqodimizga, na hatto o'zimizning xususiy ibodatlarimizga ega bo'lmasligimiz mumkin. Hammamizga ayon, shariatning birdan-bir maqsadi bor. Maqosidi shariada, maqosidi sharianinki asos prinsiplarini sharhlasak, maqosidi sharia bu 5 nuqtadan ifoda qilinadi. Zurriyat nuqtasidan. Birinchisi hifzuddin, ikkinchisi hifzun nafs, üçüncüsü hifzul aql, dördüncüsü hifzul nasl, beşincisi hifzul mal. Bugün Şarkı Türkistan'da bunun hiçbirisi kapalatga ega emas. Hiçbirisi kapalatga ega emas. Aslında mana bu dinni qo'g'dash, bu shariatning 5 maqsadining birinchisi nima? Dinni qo'g'dash. Dal shu diningizni qo'g'dash uchun agar shu diningiz tajovuzchilikka duch kelsa, diningiz yo'qotishga duch kelsa, aqidalaringiz, musulmonligingiz, islomiy kimligingiz eng og'ir tahdidga duchor bo'lgan vaqtida siz shu tahdidga duch kelgan tuproqning o'zidan hijrat qilib chiqib, kuch to'playsiz, birlashisiz, ham shu sizga tajovuz qilgan, zulm qilgan zolim zo'ravonlardan intiqom olish uchun o'zingizni kuchaytirsiz. Bu shar'iy jihatda vojib masala bu. Bugun Sharq Turkistonda bizning dinimiz tajovuzga duch keldi. Masjidlarimiz, madrasalarimiz, hatto necha 10 yilni yoqib bizga din o'rgatgan, dinni tushundirgan, dini tabliq qilgan barliq olimlar orqayoq turli mukammallarga sunulyapti. Musulmonlarning islomiy kimliklari, hatto bir islomiy ismimi daftardan o'chirilyapti demdi. Demak, u yerda fikri, idisi, ruhi bir butun xitoylashgan bir insonlarni yetishtirishga urinyapti. Bir musulmonlarning umumiylik dinini yo'qotsin. Uning jinini mi hozir ya musulmonlik holatida o'lasan. Buni ya o'lasan, yoki bo'lmasan, sen fikrimi, ruhimi, aqlimi bir butun xitoylashgan maxluq bo'lasan. Mana bunga majburlanyapti. Aningdan keyin aqlchi. Hozir her yıl Ramazan aylarında mecbur holatda haroq ichilyapti. Undan boshqa nurg'unlagan jinoyatlarga majburlanyapti Xitoy tarafidan. Asli shariatda bu aqlni nima uchun qo'g'daydi? Aqlni qo'g'dash uchun haroq harom qilingan, nishtamaka harom qilingan. Endi bugun o'sha aqlni bulg'ash uchun haroqlarni yo'l qo'yyapti, majbur ish ko'zyapti. Nurg'unlagan jinoiy faoliyatini mana Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda o'tirg'i chiqaryapti. Mana u yerning o'zida hatto nasl yo'qotilyapti demdi. Uyg'ur musulmonlarininki nasllari qarquyoq qirivitilish oldida. Pilalliq tug'ut deb chiroyli uyuskini isib turib, parda qisida ajoyib ustulik bilan qotillik mahkamalarni, qotillik organlarini necha yil, necha 10 yil burun ta'sis qilgan. Bugun ochiq oshkora bizning farzandlarimizni dadasiz, onasiz qo'yibotdi. Hatto yengida tug'ilgan farzandlarimizni har xil shaklda yo'qotyapti. Oxirida bizning oxirida endi bizning mollarimiz-chi qarab baqala. O'zimizning halol tarimiz bilan Allohning rizq pirishi bilan bizning tirishchanligimiz natijasida topgan mol dunyolig'i musulmonlar yo'lanmadi. Bu bir. İkinci birisi bizga 100 yillarcha Rabbimiz Allah subhanahu va taolo va taqaddas tarafidan omonat qilib topshirilgan u tuproqdagi boylik, tabiiy boyliklar bor bu yerda. Shunchalar boyliqlar, yer osti boyliqlar, yer usti boyliqlar, bu boyliqlarning hammasi talon-taroj qilindiki, tortib olindi. Demak, u tuproqning o'zida mana bu 5 narsaning hammasi umumiylik yo'qotishga duch keldi hozir. Bizning dinimiz yo'qotilyapti. Bizning jinimiz, nesillerimiz yo'qotilyapti, aqllarimiz bulg'anyapti, mollarimiz tortib olinyapti. Mushunchalar bir sharoitda uya kirgandan keyin sen hech qanday bir insoniy hurlik degan narsani so'zlash mumkin emas u yerda. Mushu holatda hayvonga rahim qilinmayotgan yerda midirilgan narsaning hammani go'shtab yeyapti Ahmet bak. Mushundaq bir sharoitning o'zida endi uyaga kirib, men jinimni saqlab qolamanmi? Anam bilan dadamga duch kelgan bu zulmga bir azraqim bo'lsa, dabiy qilishga bir sababkor bo'lib qolamanmi deganga o'xshagan bu umid bilan bu kadar ruhi, psixikasi, odamiyligi butunlay o'zgarib ketgan, shakli odam bo'lgan bu insonlarning yeniga kirib, buldan shafqat tilab, buldan rahim tilab, endi bulardan bir ota-onamga azroqim bo'lsa rahim kelami, mening kirishim bilan bularning holi o'ngshilib qolarmi degan umid bilan uya kirish, xuddi halokatni ko'rib turib, ozgonni ko'rib turib, shu halokatning o'zini etishdan boshqa narsa emas. Kuyayotgan o'tni o'zini etishdan boshqa narsa emas. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam la yuldagul mu'min min juhrun vahidin marratayn.
Mümin bir qatım çakılgan uvuda ikinci qatım tekrar çakılmaydı. Tariximizde bundaq tragediyalı köp oldu. Köp tekrarlandı. Bunun için bugün meyli Kırgızistan, meyli Kazakistan, meyli Özbekistan, meyli Avrupa, meyli Türkiye dünyanın kayırda yaşayan Uygur olsun umumuzluk uykusuna yetiş gerek ki bizim meselemiz Xitayning şefqatini talash bilan hal olmaydi. Bizim meselemiz bugün günün özüde o unutulab, bu unutulab, birbirimizni ayıplab, ma halatda ham hal olmaydi. Bizim bugünkü meselemiz zaten hamma umumuzluk insafga kelib, birbirimizning qo'lini ching tutib, birbirimizning bag'rimizga bisib, xalqarалық birlik qurib, Xitoyga qarshi bir to'pon bir selga o'xshash bu birlikni hosil qilgan vaqtimizda hammamiz bir shuarda, hammamiz bir ovozda, hammamiz bir harakatda bu zolimning bu zo'ravonlik harakatlarini butun dunyoga pash qilib xalqarалық qo'zg'ash hosil qilgan vaqtimizda aningdan keyin mana masala hal o'tgan degan mana bu fikrga, bu ideyaga kelmak lozim. Shunga bu shar'iy jihatda tamoman xato. Ularning uyiga kirib, o'zini bika halokatga tashlashi bu şer'i cihatta bu nayet içinişlik bir mesele bu. Şeriat bunu çeklaydı. Şunun için Kırgızistan topraklarının özü tımır qavatkan, uyada endi Xitayga qaysak olamdıgandı, qanda qılsak ola dep aldı keyini gelip tımır qavatkan barlık kırındaşlarımız kıldıgan tavsiyelerimiz bugün bu Xitayning bu qapqanıga düşmesi gerek. Bunun bu siyasi neyranlarga emdi kelmesi gerek. Bugün her vaqt bizni aldavatıdı. Her vaqt çıraylık gapli bilen. Mana şu Xitayda turmalar şundaq boldi. Iqra qilganligi kengchilik, Karimeydan kengchilik deganga o'xshash turma kengchilik deb. Chiroyli iqro qilishdan burun chiroyli aldab, chiroyli gap bilan nurg'un qarindoshlarini pash qildirib, iqro qilib bo'lgan vaqtida toza gaplab kesib qo'ygan, bir umr turmada yotgan. Rahim yo'q. Demak bu yerda biz hech bir zaman bularning bu xil nayranlarga amdik emasligimiz kerak. Shun uyquni echish zarur. Bugun Sharq Turkiston tuproqida imtihonga duch kelgan emas. Belki chetteldikilarmi biz acayip ağır bir imtihanga duçar kelyapmiz. Sharq Turkistonda Xitoyning zulm, zo'ravonligi nah, diniy besim va kimlik besimi va har jihatda hatto bir millatning ginini avu almashtirman deb turishyapti hozir. Qor qo'yoq yo'qotmoqchi hozir. Falanini tuzib bo'ldi, qor qo'yoq yo'qtiman deyapti. Ammo inshaalloh tarixda kufr davomlashgan. Lekin zolim va uning zo'ravonligi aslo davomlashgan emas. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de innehu la yuplihuz zalimun. İnnehu la yuplihuz zalimun. İnnehu la yuplihuz zalimun. Sur Bakar'da hem var, Sur Yusuf'ta hem var. Tekrar Allah subhanahu wa ta'ala zalimle hiçbir zaman muvaffakiyet kazanmaydı dedi. Hiçbir zaman maksadiga yetenmeydi zalimle dedi. Demek bu zalimler bugünkü bu zo'ravonlik hareketi bilen maksadiga yetemiki deb xiyol qilmaydi. Maksadiga yetenmeydi. Bugün Xitoy siyosatining eng julluqi chiqqan bugünkü bu ko'rinish eng vayron bo'lgan shakli. Yani bunday qilib aytganda tashqi ko'rinishi o zo'ravonlik avjiga chiqqanda qilgan bilan ichki jihati butunlay julluqi chiqqan, vayron bo'lgan bir ko'rinish bu. Bunu tushunmak lazım. Bunun bugünkü bu kadar zo'rliq zo'ravonligining haddidan oshganligi, pat fursatda buning halok bo'lganligining, vayron bo'lganligining, yer sharida bu kommunistik ideyaning yo'qoladiganligining isboti bu. Shuning uchun barliq Uyg'ur musulmonlari umidvor bo'lish kerak. Hech qachon Allah'ın ümidimizni üzmeslikimiz gerek. Biz her vakit Allah subhanahu wa ta'ala'ga sağlam bir ruh bilen, sağlam bir itiqad, sağlam bir ideya bilen Allah'a yelinişimiz gerek. İza sa'alta fas'alillah ve iza ista'anta fasta'in billah. Biz her zaman Allah'tan sorumluluğumuz lazım. Her zaman Allah'tan medet, istianet, yardımını Allah'tan tilimikimiz lazım. Hem özümüz yaşavatkan muhitli de Kur'an sünnetke uygun, şer'i prensipke muvafık bir şekilde sebepini doğru tutmamız lazım. Mana mushunda qilgan vaqtimizda inshaalloh bu zulmni yengillaydigan, bu zulmni tugaydigan, balki biz shu tuproqning o'zida o'zimizning haqiqiy hurligiga erishish bilan birga o'zimizning, ya'ni Qur'on sunnatga uyg'un bir islomiy davlatimizni qurishga muvaffaq bo'lamiz. Masala avval biz o'zimizni o'ngishimiz lozim. O'zimizni isloh qilmoqimiz lozim. Bu bizga nisbatan zarur. Masalan, Qur'oni Karimda bir oyat bor. Allah subhanahu va taolo deydi: "Allazina amanu وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ." Allah deydi. İmanıga hiçbir zulümle arlaştırmayan kişiler, mümin adamlar, ola imanıga hiçbir zulümle arlaştırmayan adamlar. Arlaştırmaydı ola. Yani şu insanlar olaga hakik eminlik boğan, hatırcemlik,
mensup bo'lgan odamlar va hidoyat sharobini ichayotgan odamlar bo'ladi. Bu oyatning o'zini payg'ambar alayhissalom sahoba ikromni o'qigan vaqtida sahoba ikromni ya Rasululloh bizning qaysimiz o'zining iymoniga zulmni aralashtirdi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam dediki, Luqman Hakimning farzandlariga qilgan nasihatlarini anglamaganmidinglar? Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim. Ey farzandlarim, Allohga shirik keltirmanglar. Shirik bu büyük bir zulm dedi. Demek bizde avval zulümden qutuluş üçün biz qanday qilmoqimiz lazım? Bizning idimizdagi zulmni yo'qotmoqimiz lazım. Bizning aqidamizdagi zulmni yo'qotmoqimiz lazım. Ya'ni bizning aqidamiz shirik aralashgan shakldagi aqida bo'lib qolmasligi kerak. Bizning aqidamizga shirik aralashib qolsa, o holda bizga amirlik bo'lishi mumkinmi? Biz xalqarалық vasitlarni tutib turib, bir musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan agar aqidamizni saf qilmasak, fikrimizni to'g'ri qilmasak, bizga yanalam aminlik, yanalam xotirjamlik bo'lmaydigan masala. Xo'sh, men shu so'zlab o'tganlarda umumiy xalqarodagi mushakaldagi bu har xil ixtiloflarni tashlab birlashish kerak. Zichodatni bir to'pon shakllantirish kerak dedi. Yani köpünce mayda teşkilatlar olsun, mayda alimlerimiz olsun, hem adamın ağzını anlayılan gepler. Şundan birleşmesek, buraya gelmesek, bunu kılmasak, onu kılmasak mıydı? Bunu bir konkretleştirip, şəxslər seviyesiga düşərgə vaxtıda. Muşunçu valla zulüm uçurğan, 10 minlığan qeyrindaşlarımız var. Birisinin akısı, birisinin dadisi, birisinin onası öldürülgen Xitayda zulüm uçurğan, təhdidə uçuravatqan, telefon qılınıb təhdidə uçuravatqanlığı var. Muşular hamda barmaq bilan 5 barmağımız tolmaydigan darajada bir qancha odam chiqib o'zining beshiga kelgan zulmni dunyoga anlataldi degan. Biz shuncha valla so'zlaymiz, bu so'zlab bilan mush oyingizga manda ish kelibdi desak, yana bu xalqimiz mush erkin dunyoda turibmi, yana necha ming kilometrlik Xitoydan ansirab va yoki bo'lmasa bu siyosat o'zgarib qolarmiki, atugul hozir turmada bo'lsa ota-onalari. Men nurg'un qatim nurg'un insonlarga dedim. Yani siz ikramga chiqsangiz, belki ota-onangiz xudo adı turmadiki, shu atalmış tarbiyalash markazidagi turmadan farqi yo'q, shu vahshiy tarbiyalash markazidagi ota-onangiz belki hayot qilishi mumkin siz ikramga chiqqanligingiz sababli. Chunki siz chiqsangiz, chet elda nima Xitoy darhol bu ingida, mana buning davosini qilgan chet elda bir erkin bir inson chiqib, uni ovozini yetkazib, suratlarini chiqarib, bir davosini qilgan bir odam bo'lgan bo'ldi siz chiqsangiz. Siz çıkmay jim yursangiz, onu öldürüp, soyup yevatsizmi? Hiç mi dünya bilmeydi ya hiç qanday davosini qilolmaysiz. Mush ekranga chiqib, beshingizni kelgan, oilangiz kelgan bu Xitoyning zulmini, Xitoyning xalqarada satlashtirish, buning qilayotgan vahshiyligini minglagan, yuzlagan, 10 minglagan Abdurahmon Hasandek odamlar, minglagan inson chiqsa, bu xalqarada siz yashayotgan davlatning nurg'un bir jamoat fikri to'plig'ida, men nimish qotidman deb bir narsa biz ovoz keltirgan bo'ldi. Ama sana bir iki adam çıkıp kapkası bunun gücü olmaydı. Bunda kılmalı desek bu kıymetlerimiz yeni çekinip durdu. Çekinip durdu. Muşunda kılışının zaten bir ne şeriat İslam'da kançık olma bu insanlar ne müşümle özgermeydi. Şahs demiş kılış gerek. Yani bu zulümle özgeriş şu şahs seviyesinde her bir Müslüman kanına kılış gerek. Hem de bunun için düşman da tanıştığın ibaret boğan. Bu bir to'g'ri ideya hosil bo'lmoqi lozim. Bizda hala bugungi kelganga qadar bir xil Xitoy tajovuzchilarini mukammal bir dushman, bizga nisbatan bir tajovuzchi. Biz bika turayli yoki harakat qilayli, ya buningga qarshi bir gaplarni qilayli. Bu bizni har zaman yo'qotish obyekti qiladi degan bu ideya bizning kallamizdan yo'g'rilib süpürülüp ketken yani. Demek bizning qalbimizda şunun mehr muhabbetining tozalanmaganligi, şunun bo'lgan moyillikning taqa chiqib ketib bo'lanmaganligi, hatto bir umidlarni kutib o'tadi kishilar. Yana jahon taqa o'zgarib qolishi mumkin, o'zgarib qolsa yana kiramiz. Bu ideyaning o'zgarmaganligining ifodasi. Bugun masala islom va kufr masalasi. Bir Müslümanların kimlik meselesi. Bir Müslümanların dini akide meselesi. Bir Müslümanın hazır insani salahiyet meselesi. Bu mesele xalqarada mutlaq yo'qtirishga, tazlim etishga duch keldi bugun. Mana ko'rib turibmiz.
Dünyada şunçula zulümler, şunçula besimler boğan yali var. Ama u yerda axborot medialar her zaman hareketlenip turib, uni dunyoga fosh qildi. Lekin Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmchi. U yerdagi zulmni hech bir odam anglatmadi, ham anglatilmayotdi. Biz hozir xalqaro jamiyatga emas, balki o'zini musulmon sanayotgan, o'zini yana Sharq Turkiston tuprog'idan chiqqan Uyg'ur musulmon deb hisoblagan kishilarga bu Sharq Turkistondagi zulm zo'ravonlikni va bu yerdagi qatlamni, bu yerdagi yo'qtirish harakatlarini hech bir zaman tunutib bo'lmadik. Masalan, nada degan chaqda odamlarimizning kallasida yana ta hozirgachilik dal shu zolim zo'ravon tajovuz kuchlardan umid kutadigan, umid bog'laydigan, uningga bir xil umidvorlik tuyg'ulari bilan qaraydigan bu holat shakllanyapti. Eng avval biz bu dushmanning muhabbatini qalbimizdan chiqarib atmoq lozim. Buningdan chiqarib o'tishimiz kerak. Buning tamomi iskanjalardan bir butun qutulish kerak. Qutulgan vaqtimizda mayli u kunlarning birida bizning madrasalarimizni ochib bersin. Masjidlarimizni kengari ozoda qo'yib bersin. Hatto ayollarimizning chumpadlarini erkin ozoda hijobni olaydigan, islomiy kiyimlar bilan yura oladigan, erkaklarimiz soqollarini erkin ozoda qo'ya oladigan imkoniyatlar bo'lsin. Shunda bo'lgan taqdirdimi u bir tajovuzchi. O bir o dushman o tuproqqa nisbatan yot bir maxluq. O tuproqda bir kun uning turishi shu tuproqda yashagan Uyg'ur musulmonlarga nisbatan nomus masalasi bu. Nomus masalasi. Biz qanchalik imkoniyatimiz yor bersin, biz buni o tuproqni qo'g'lash uchun harakatlanishimiz lozim edi. Endi masala bugun haqiqatan Sharq Turkistonda zulm bo'ldi, bo'layotdi. Buni takrorladik. Lekin aşı zulümni yengilletishning birdan-bir oldingi sharti dal Uyg'ur musulmonlari o zulmni mohiyatini ham tushunish kerak. Ikkinchi birisi o zulmni qilgan kofirni ham tushunish kerak. O dushmanning xarakterini tushunish kerak. Tarixdan buyon uning bizga yaxshilik keldimi, kelmadimi? Uningga g'alchilik qilgan, uningga setilib, uning chapini ko'targan, uningga mayli chet elda ishlagan yoki vatan ichi ishlagan, uning yantayoq bo'lgan kuchlining hech bir zaman uning tarafidan vaqtli mukofotlanganda qilgan bilan oqibati butunlay halokat bilan oxirlashganligini bugun uning ishlayotganligini ham tunish kerak. Shundaqla tarixdan buyon uningdan umid kutgan kishilarningmi her zaman her türlü betnamlı bilen yoki her türlü qalpoqli bilan ularning yo'qtilganligini ham unutib qolmaslik kerak. Endi mesele bugün biz bu zulümni yengilletsek bo'ladi, bu zulümni tugatsak bo'ladi deb nurg'unlagan jamiyatlar, nurg'unlagan tashkilotlar, nurg'unlagan kishilar hozir ne qilyapsınız qaqshayotgan, ne qilyapsınız zarlanayotgan, ne qilyapsınız biz bu masalani hal qilsak bo'ladi da'vatgan bir ko'rinishlar hosil bo'layotdi. Ammo bugün biz aşı zulümni yo'qotish uchun biz bugün Uyg'ur xalqarada yaşayotgan, Türkiye ve başka devlet yaşayotgan Uyg'ur musulmonlari o'zaro bir-biriga zulm qilishdan saqlanmoqqa lozim. Hadis quddusiyda bir mazmun bor. Buning nima deydi? Allah subhanahu va taala ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi ve harramtuhu baynakum muharraman ve ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Allah da'vatidir. Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim dedi. Deb bo'lib, buni sizlarning o'tiranglarda bu zulmning yurgizilishlarini ham harom qildim dedi. Buning uchun sizlar bir-biringizga zulm qilishmanglar. Bugun her türlü bahane sebepli bilan tuvandikilar yuqoridagilarga tashlayotdi. Bir-biriga qarshi fikrlar bo'layotdi. Fikir jihatdan ma'lum farq bo'lib qolgandikinlar uning ustidan g'aybatlar, uning ustidan har xil tuhmatlar, uningga nisbatan har turli ana shunday batnomlar to'qilyapti. Mana internet dunyolarida ko'ryapmiz bu narsani. Aslida bu shar'iy prinsipga ko'tarsak zulm bu. Aslida biz pokisiz holatda musulmon qarindoshlarimizning ustidan tuhmat qilmaslik emas, ularning g'aybatini qilmaslik emas, ularning nomusiga tegmasligimiz kerak edi. Mana bugungi kunda biz ittifoqlik da'vatimiz, ammo ittifoqlikni o'zimiz buzyapmiz. Asli bu zulmni tugatsak, bir-birimizning ustidan pokisiz gap qilishni tugatsak, pokisiz tuhmat qilishni tugatsak, pokisiz yozmalarni yozib, u yozmaning egasi yo'q, o'tirga aytib qo'yaplan fitna ig'voni to'qishni tugatsak, bugun biz birlasha olishimiz, ittifoqlasha olishimiz, yuqori tuvan insofga kelib, zolimga qarshi bir gavda hosil qila olishimiz mumkin.
Agar unda qilmay, bugun o'zaro zulm, o'zaro bir-birining nomusiga tegayotgan, birini binasi davatgan, yana bir narsa binada davatgan, har xil g'ayvatlar, har xil tuhmatlar, har xil bir-birining ustidan shikoyatlar bu davomlashib ketaveradigan ish bo'lib qolsa, u holda tafarruqchilik chet elda tugamaydi, vatan ichidagi zulmni Xitoy o'zligidan tugatmaydi. U unda oson tugab ketgan masala emas. Chunki Sharq Turkistonda chiqayotgan boylikni, u tuproqni Xitoy unda osonlikcha bermaydi. Uning uchun bir turkum qon beralaydigan, jon beralaydigan, har vaqt borlig'ini bu haq yo'lda beg'ishtiya oladigan, zolim zo'ravonlarga qarshi har vaqt aktiv qadam bosib ma'olaydigan, har vaqt men bu yo'lda o'zimni beg'ishlayman deydigan, beg'ishlash ruhiga ega bo'lgan insonlarning yetishib chiqmoqi lozim. Bu da'vo unda oddiy, chiroyli mamuq ko'plarda, isil sopalida o'ltiriblar emas, davomli turdi kecha-kunduz plan tuzib, kecha-kunduz harakatlanib, kecha-kunduz boshqa turib, qanday qilgan vaqtimizda biz bu zolimning ustidan g'alaba qozonamiz, qanday qilgan vaqtimizda bu zulmni endi tur. Ey zolim endi tur deyalaymiz. Ham bu zolimning bu zo'ravonlik harakatiga nisbatan biz xotim birdigan bir ishni qila olamiz masalasida barliq Uyg'urlar jiddiy o'ylanishi, ham jiddiy insofga kelishi, ham o'ziga yuqori talabni qo'yib, darhol to'xtaman insofga kelay, ma qarindoshlarimning ustidan pokisiz gap qilmay, bir-birimizga zulm qilishni to'xtatay demak lozim. Mushunda qilgan vaqtimizda inshaalloh bu zulmning ma'lum nuqtadan oldini olish uchun biz avval birlik safini quralaydigan bir oldingi shartni hazırlay olamiz. Bu muhim masala. Bu zalimning zulmini echish, bu zalimni dunyoda satlashtirish, sat ko'rsatish uchun har bir xalqimiz tinimiz qilish kerak. Endi buning uchun biz yuqorida dedik, har inson quldan nima ish shuni qilish kerak. Ammo yana hamma chechilango holatda emas, mumkin qadar endi birlashmasak bo'lmadi, jamoatlashmasak bo'lmadi, ittifoqlashmasak bo'lmadi. Andaqda bu millat yana o'zininki rahbarlarini ham tunish kerak. Bu millat har kishi o'zining nima ish qila oladiganini ham tushunish kerak. O'zining nima ish qila oladiganini ham bilish kerak. Uningdan keyin har odam kimdir o'zining qalami bilan, kimdir o'zining tili bilan, kimdir o'zining harakati bilan bu yerda shu zolimning zo'ravonlik harakatini dunyoga namoyon qilish uchun, fosh qilish uchun, dunyo jamoatchiligida shuning qarshi bir fikr maydonga chiqarish uchun harakatlanishning o'zi shar'iy nuqtadan vojiblik yaratgan masala bu. Shunga mayli o'quvchi, mayli diniy olim, mayli diniy ziyoli, fanni ziyoli, mayli bugungi odatdagi bir fuqaro tijoratchi kim bo'lsa bo'lsin, buningga nisbatan sukut qilib, zolimning zo'ravonlik harakatiga sukut qilib o'ltirishning o'zi buni bilan darak ko'rdi. Hatto buni bu rozi bo'lganlikdan darak ko'rdi. Bu zulmga rozi bo'lish nimadan darak ko'rdi? Iymonning zaif, ojiz ekanligining isboti. Hatto ba'zilar buni xil bir yerga olib ketgan. Buning uchun har inson jiddiy o'zining iymonini tekshirib, bizni shu zo'ravonlik harakatiga nisbatan bizni harakatlantirmayotgan, bizni qo'zg'ayotgan, bizni jonliq, titik, ruhliq bo'lishga undamayotgan iymon qanday iymon bu? Chunki iymon insonni har vaqt jonliq, titik, ruhli qilish kerak. Bu bizning tilimiz iymonning tili bo'yicha, ko'zimiz iymonning tili bo'yicha, qo'limiz iymonning tili bo'yicha harakatlanish kerak edi. Bugungi kunda iymonni da'vo qilib turibmiz, islomni da'vo qilib turibmiz, ammo shunchalar zo'ravonlik harakatlari avjiga chiqib turibdi. Ular bizning qarindoshlarimiz, ular musulmon birodarlarimiz. Chunki payg'ambar alayhisalom "Man yahtamma bi amril muslim falaysa minhum." Kim musulmonning masalasi ko'ngil bo'lmasa, uning qatorida emasligi dalil keltirdi. Hatto mu'minlarning misolini bir jismga o'xshatdi. Uningdan bir a'zo og'irsa, qapqag'allarning uyqusizligi bilan, hatto qizish bilan jurulqonligini payg'ambar alayhisalom tilga oldi. Bugun u tuproqdagisi musulmon, u tuproq musulmonning tuproqi, u yerda yo'qtilayotgan, u yerda yo'qtilmoqchi bo'lgani musulmon. Andaqda sen agar musulmon bo'ldigan bo'lsang, o qarindoshlaringga nisbatan qo'lingdan nima ish kelsin? Hech bo'lmaganda sabran ya ali yasir ma'udukumul jannah nima deganmisan sen? Payg'ambar alayhisolatu vasallam oshini demagan bo'lsa, Allohning oldida hisobati bo'lamdi, bo'lmamdi.
Bugungi kunda biz bugungi kunda ashunchalar zulm hamda qo'limizni hurra deb qanot chiqarib uchib kiramagan taqdirdami, ammo biz zolimning abdi bashirsini dunyoga oshkorlashimiz, zolim zo'ravonlik qilayotgan badbaxtning tuproqning sohibi emasligini uqtirishimiz, butun dunyo jamoatchiligi uning naqadar rezil, naqadar ashundoq kalarusni chachqan tutgan, u qadar taktikalik bilan yo'l tutib oqni qora, qorni oqib ko'ksalatgan ana shundoq bir maxluqot ekanligini dunyoga fosh qilishimiz kerak. Bu shundoq masala. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Nəhayət güzel bir söhbət oldu inşallah. Yəni bir qatılmasın. Allah sizden razı olsun. Hörmətli televiziyalar, şuna qılıb bugünkü Haqiqat Sadası programımızın 4-cü sani inşallah axırlaşdı. Yeni bir qatılmaq söhbətdə görüşükcə sizdən Cenab-ı Allah təşəkkür. Assalamu alaykum və rahmetullahi təala.